O'tgan safar Audi sotganimda hamma klientlar, obunachilarim yozgan, telefon qilgan, bizga ham shunaqa mashina topib ber, biz ham olib haydamoqchimiz, kuzovini, dizayni juda yoqqan, a salon вообще сказка. No, bugun именно shu mashina qaytib sotuvga chiqaryapman. Ozgina motorda mehr bersanglar, taxminan plus minus 1,5 ming atrofida xarajat bo'ladi, lekin mashina chotki bo'lib sizlarga xizmatini yurib beradi. 2009-yil 183 ming kilometr yurgan 2 litrli turbo dvigatel, lekin to'g'ri savol berishingiz mumkin. Nimaga qaytib sotuvga chiqaryapmiz? Men bu olgan odamga hozir pul kerak bo'lib qolgan sababi o'zini sinasiga to'y qilyapti. Ikkinchi qator состояние va dizayniga ahamiyat beringlar va orqaga отдельный deflektori mavjud. Torpedkaga отдельно состояниеga qaranglar. Shopir tomonda ko'rinish va salonda общий вид состояния. Mana bu Audi 2009-yil 183 ming kilometr yurgan 2 litrli turbo dvigatel, orqa privatli, kuzovi dizayniga отдельно 5 baho narxiga keladigan bo'lsa 8900 ga berib yuboramiz.